Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi va viloyat fermerlar kengashi tashabbusi bilan Narpay tumanida o'tkazilgan master seminar qishloq xo'jaligining dolzarb masalalariga e'tibor qaratdi. Alisher Navoiy muqobil mashina traktor parkiga qarashli Narpay 6 o'g'il dalalari fermer xo'jaligida tashkil etilgan ushbu tadbir nafaqat dala chetlariga 90 bosda ekinlar ekish va mevali daraxt ko'chatlari o'tkazish kabi amaliy ishlarni o'z ichiga oldi, balki zamonaviy agrotexnologiyalar, ekologik toza mahsulot yetishtirish istiqbollari va eksport salohiyatini kengaytirish yo'llarini ham qamrab oldi. Tadbirda viloyatning Kattaqo'rg'on va Paxtachi tumanlaridan inspektorlar, fermer xo'jalik mas'ullari, ilmiy tadqiqot instituti xodimlari va soha mutasaddilari ishtirok etib, sohadagi dolzarb muammolar va ularning yechimlarini muhokama qildilar. Seminarda ayniqsa 90 bosda ekinlarning strategik ahamiyati, ularni ekish orqali mavsumdan tashqari daromad olish imkoniyatlari chuqur tahlil etildi. Bugungi kunda global iqlim o'zgarishlari va suv tanqisligi sharoitida mavjud yerlardan, ayniqsa dala chetlari va suv tarmoqlari atrofidagi bo'sh maydonlardan unumli foydalanishning naqadar muhimligi ta'kidlandi. Zararli organizmlarga qarshi zamonaviy ekologik xavfsiz biologik usullarni joriy etish, organik mahsulot yetishtirishga o'tishning nafaqat inson salomatligi, balki xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni oshirishdagi o'rni alohida qayd etildi. Sug'orish va o'g'itlash tizimlarini optimallashtirish, suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ham qimmatli amaliy tavsiyalar berildi. Bugungi kunda mana Samarqand viloyatida amaliy tadbirlar o'tkazilyapti, seminarlar, ko'rgazma seminarlar o'tkazilyapti. Davlatimiz rahbarining 460 sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston umuman respublika miqyosida o'simliklar karantini himoyasi agentligi hamda O'zbekiston fermerlar kengashi bilan birgalikda 23-oktyabr kunida qo'shma grafik qabul qilindi. Ushbu grafikka asosan mana Samarqand viloyatida bugun ikkinchi tadbirimizni o'tkazyapmiz. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 415 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida hududlarda o'simliklar karantini himoyasi agentligi tizimidagi barcha xodimlar, shuningdek fermerlar kengashi mas'ul xodimlari bilan birgalikda dala maydonlarida, dala chetlaridan maqsadli unumli foydalanish maqsadida amaliy seminarlar, ko'rgazma seminarlar o'tkazilyapti. Bu borada mana Narpay tumanida bugun ko'rgazma seminar tashkil etildi. Maqsad ko'rgazma seminarida umumiy maqsad olganda biz xo'jalik yurituvchi subyektlariga, fermer xo'jalik rahbarlariga qarorning mazmun mohiyati bo'yicha tegishli tavsiya ko'rsatmalar berib, mana oldimizda turgan o'sha ustuvor vazifalarni bajarishga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilyapti. Shu bilan birga mana hududda kuzgi ko'chat ekish ishlarini, mevali daraxt ekish ishlarini tashkil etib, shuningdek dala chetlaridagi o'sha mevali daraxt bog'lar oralariga ayni vaqtda unumdor yerlardan unumli foydalanish maqsadida o'sha 90 bos ekinlarni ekilishlarni birato'la olib boryapmiz. Misol uchun mana o'smaloq ekinlari ekilyapti. Shu bilan birga piyoz, sarimsoq piyoz ekinlari ekilyapti. Bu ichki bozorga mana o'sha kuz-qish oylarida ichki bozorda qishloq xo'jalik mahsulotlarini ta'minlashga hamda eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan vazifalar bo'lyapti. Seminarning amaliy qismida Narpay 6 o'g'il dalalari fermer xo'jaligi dala chetida piyoz 90 bosda ekinlari va olcha ko'chatlarini ekish zamonaviy agrotexnologiyalar asosida namoyish etildi. Bu kabi tadbirlar fermerlarning bilim va ko'nikmalarini oshirib, ularni prezident qarorida belgilangan vazifalarni bajarishga yanada ruhlantirib, qishloq xo'jaligimizning iqtisodiy rivoji va xalqaro bozordagi o'rnini mustahkamlashga zamin yaratadi. Endilikda dala chetlaridan unumli foydalanish, ekologik toza mahsulot yetishtirish va uni eksportga yo'naltirish mamlakatimizning kelajakdagi ravnaqining muhim kaliti hisoblanadi.